Qo'qondagi agrotexnikalar do'konimizga yangiliklarimiz kirib kelishda davom etyapti. Bugungi yangiligimiz 1105 mini traktorimiz zavodskiy dinamlari hamda suvdachik, yog'dachiklari bilan jihozlangan holatda frezalari bilan komplet sotuvga yetib keldi. Xo'sh, videoni oxirigacha ko'rsalaring, ma'lumotlarni, narxlarini aytib ketaman. Motorlari 1105 18 ot kuchli radiatorli motorlar bilan jihozlangan. Mana ma'lumotlarni ko'rishlaring mumkin. Yozgi kunida ham bemalol to'xtatmasdan ishlatsalaring bo'laveradi. Motorlar qizib qolmaydi. Salarka rasxodlari 1 soatda 8 grammdan 1 litrgacha salarka rasxod qiladi. O'zini zavodskiy mana dinamlarigacha bor. Ham kalitga, ham ruchnoy zavod qilsalaring bo'laveradi. Signallari, pavorotlarigacha qo'yilgan. Oldiga jatka qo'yib, o'rim qilsalaring ham bo'laveradi. Eng katta yangiliklarimizdan biri 60-70 agatga o'zgaradigan holatda mana o'qlarni uzun qilib urdirib kelganmiz akalar. Mana ko'rishlaring mumkin. Agatga moslab ishlatishlaring mumkin. Rollari mexanikali, lekin ancha yengil qilib ishlangan. Suvdachik, yog'dachik mana hammasi ko'rsatib turadi. Bundan tashqari seplina tormozlarigacha qo'yib qo'yilgan. Skoroslari 6 talik ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, o'zini komplektida 120 lik frezalari komplet holatda bo'ladi. Inshoolari 2 talik, bitta orqa frezani ko'tarib tushirgani, oldiga jatka qo'yadigan bo'lsalaring, shunga ulab qo'ysalaring, jatkani ko'tarib tushirgani qulay qilib ishlangan akalar, ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, frezasi kulush naborlari bilan komplet holatda bugungi kundagi narxi 26 million so'm. Albatta butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor akalar. Bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, yetkazib beramiz. Optimal oladiganlarga albatta kelishtirib arzonroq qilib beramiz akalar. Bemalol zakaz beraverasizlar.